Uchinchi toifa farzandlar, birodarlar, ota-onani buyurganini qilar ekan, u qilib minnat qilar ekan. Minnat eng yomon narsa. Hech kim qabul qilmaydi minnatni. Duch kelgan odam, bitta odam sizga yaxshilik qilib qo'ydimi? Bir tasodifan yaxshilik qilib qo'ydi-da, arzimas yaxshilik qilib qo'ydi. O'shani minnat qilaversa yoqadimi? Xursand bo'lasizmi shu insondan? Xursand bo'lmaysiz. Bo'lib ham endi farzand ota-onaga qilgan ishini minnat qilsa, bu qanaqa gap? Mana yeganiz oldinda, yemaganiz orqada, ha xudo deb jimgina yeb ichib o'tiraversanglar bo'lmaydimi? O'zi sizlarga nima yoqmayapti o'zi? Yana men sizlarga nima qilib berayman? Yana nima xohlaysizlar mendan? Men o'zim uchun ham yashashim kerakmi? O'zi meni tinch qo'yasizlarmi, yo'qmi deydi. Tunov kuni banisada yotdingiz 10 kun, 15 kun. Shuncha dori ukal oldingiz, qaysi pulingizga oldingiz? Pensiyangizga oldingizmi yo yig'ib qo'ygan pulingiz bormidi? Axir hamma dori darmonni olib bergan manu. Xudoga shukr, mana davolandingiz, jimgina o'tiravering endi o'tirgan joyingizda. Hajga dedingiz, umraga dedingiz, borib keldingiz. Yig'ib qo'ygan pulingiz bormidi umraga? Men jo'natdimmi? Meni pulim bilan borib kel. Uni ham minnat qilaveradi, buni ham minnat qilaveradi. Otani dasturxoni shu ne'mat bilan to'la, lekin qo'lini dasturxonga uzata olmaydi. Nega? Bu iflos farzand ertaga shuni ham minnat qiladi. Ana yerda qator kiyimlar bor. Shuni mazza qilib kiy olmaydi. Nega? Uni ham minnat qiladi. Yo ota-onamiz bizlarga shu darajada qiyin, mashaqqat ko'tara olmaydigan, toqatimiz ko'tara olmaydigan ish buyuryaptimi? Bolam, mana bu uyni tagi bilan buz, qara, bu uyni ahvoli qara, bir paytlar dadam qurib bergan edi. Endi menga yevro uy qurib ber deyotgani yo'q-ku. Qachongacha biz Jigulida yuramiz? Sot, menga bir katta bir mashina olib bergin deyotgani yo'q-ku, chunki cho'ntagimizni biladi. Cho'ntagimiz ko'tarmasligini biladi. Bu imkoniyat yo'qligini biladi. O'shaning uchun ham bunaqa ishlarni buyurayotgani yo'q-ku. Buyurayotgan bo'lsa, ana uni qilib qo'y bolam, mana uni qilib qo'y deyapti-da, endi uni qilib yana minnat ham qiladi. Nimanga minnat qilasan? Nima qilib qo'yding o'zi sen?